Mana uyimizning fasadini qaranglar. Bitta ko'rishda o'ziga tortadigan fasad bo'lgan. Ayniqsa mana devordagi podsetniklar uyimizda yanada ko'rk bag'ishlab turibdi. Hech kim ko'rib buni 1.8 sotuv deb o'ylamaydi. Yashash maydoniga keladigan bo'lsa 250 kvadratda o'z ichiga oladi. 3 etajli uyimizda. Qaranglar, parkovka qismidan tashqari tarafda bemalol ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan ham xohlasanglar mashinanglar ko'p bo'lsa foydalansanglar bo'ladi yoki oila davrasida o'tirish uchun joy qilsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, hovlimiz uchun ajratilgan samolyot. Ana endi sizlar bilan bitta like bosib qo'ysanglar, uyimizning ishini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning kirib kelish, ya'ni hol qismi. Mana buni qaranglar, kengina hol sizlarni kutib oladi. Ayniqsa mana oynani qaranglar. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Shaxsan menga juda yoqdi. Kelinglar, birinchi bo'lib oshxonadan boshlaymiz. Oshxonasi ham juda ham komfortli qilingan. Bitta oila mazza qilib yashash uchun barcha qulayliklar qilingan. Panorama oyna shundoqqina hovli ko'rinib turadi. Oila davrasida o'tirish uchun va mana shu oshxonani ko'ryapsizlar. Juda ham uyutli oshxona. Uyimizda 3 etaj bo'lishiga qaramay, yashash maydoni 250 kvadrat tashkil qiladi va barcha etajlari teplый pol qilingan. Bu esa bizning mehmonxonamiz. Mehmonxonadagi ranglarni qaranglar. Limon rang, ya'ni emulsiya suritilgan, juda ham chiroyli, ko'zga yoqimli emulsiya. Bu yoqda venesiankadan ishlatilgan, foydalanilgan. Ana endi kelinglar, birinchi etajimizning yotoqxonasini ko'ramiz. Bu esa bizning birinchi etajimiz uchun ajratilgan samolyot, juda ham akkuratli qilingan va shuni yonginasida birinchi etajimizning yotoqxonasi, orqasida sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan, panorama oynalari bilan o'zini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda Wi-Fi'lar, kabellar, hammani shart-sharoitlar qilib qo'ygan. Ana endi kelinglar, sizlar bilan ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Bu esa bizning ikkinchi etajimizga qaranglar. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan sizlarni mana shunaqa keng hol kutib oladi. Bu yoqda ham mana kamera ulingan, hamma joy kuzatib tursanglar bo'ladi. Bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri balkonga chiqsanglar bo'ladi. Panorama katta oynalar. Birinchi bo'lib roditselskiy yotoqxonadan boshlaymiz. Bu yotoqxonamizning o'zining ichida samolyotlargacha tayyor holda joylashtirilgan. Eslatib o'taman, uyimizning yashash maydoni 250 kvadrat metr. Bitta oila mazza qilib yashash uchun barcha qulayliklar qilib qo'yilgan. Bu yoqda ikkita bolalar yotoqxonasi, birinchi yotoqxona o'zini dars tayyorlash joylarigacha qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Va oxirgi mana shunaqa bolalar yotoqxonasi. Bu yoqda ham shkaflargacha sharoitlar hammasi qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, uyimiz juda ham fayzli va ana endi sizlar bilan uyimizning podval qismiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning podval qismi. Podval qismida tushimizda mana shunaqa joy. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, kotelniy qismi, o'zingizlar bitta baho o'zingizlar. Plashniy qismi mana shu yoqqa joylashtirilgan va bu yoqda